O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi bugun hamyurtlarimiz va xorijlik mehmonlar eng katta qiziqish va zavq bilan tashrif buyuradigan maskanga aylanib ulgurdi. U yerdagi noyob artefaktlar, eksponatlar, zamonaviy innovatsion ko'rgazmalar har bir tashrif buyuruvchida katta taassurot qoldiryapti. Yoshlar ishlari agentligi Andijon viloyati boshqarmasining mutasaddilari boshchiligidagi bir guruh andijonlik yigit-qizlar ana shu beqiyos maskanda bo'lishdi. Dastlab shu haqda. Bugungi kunda yoshlar turli axborotlar ta'sirida yashayotgan bir paytda ularning o'z vatanining tarixi va milliy qadriyatlarini chuqur bilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda 160 nafar andijonlik yoshlar ishlar agentligi Andijon viloyati boshqarmasi rahbariyati bilan birgalikda Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurib, markaz faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Tashrif davomida yoshlar markazining turli bo'limlari, xususan qo'lyozmalar fondi, tarixiy ekspozitsiyalar, interaktiv ko'rgazmalar hamda zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan axborot maydonlari bilan tanishdilar. Har bir bo'lim o'ziga xos mazmun va konsepsiyaga ega bo'lib, islom sivilizatsiyasining boy ilmiy va madaniy merosini keng qamrovda yoritib beradi. Muzeyga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham hayratdamiz. Internetlarda ko'rib, o'zimiz yaxshi ko'rib, orzu qilib kelishda yurgandik. Bunga sabab universitetimiz jo'natdi meni. Kelib, hozir hayratdamiz, ko'zlarimizga ishonmayapmiz. Juda ham chiroyli. Tavsiya qilaman. Internetda ko'rganimiz boshqa ekan, hayotda kelib ko'rganimiz boshqa ekan. Alohida e'tibor yoshlarning tarixiy ongini shakllantirish, ularda ajdodlar merosiga nisbatan faxr tuyg'usini kuchaytirishga qaratildi. Ekskursiya davomida yoshlar buyuk allomalar, ularning ilmiy kashfiyotlari hamda jahon tamadduniga qo'shgan hissasi haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Bu esa o'z navbatida yosh avlodni ilm-fan sari intilishga undovchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Eksponatlar, bu yerdagi joylar hammasi menga juda ham yoqyapti. Bu biz uchun ayni muddao bo'ldi. Islom dinini yanada chuqurroq o'rganish, bilimizni yanada kengaytirish va bu yerdagi o'zimiz o'rgangan kitobdan, tarixda o'rgangan narsalarimizni hayotda ham ko'rib o'rganish ancha yaxshi va biz uchun juda ham xursand qiladigan vaziyat bo'ldi. Buning uchun albatta prezidentimizga rahmat. Shunaqa imkoniyatlar yaratgani uchun biz uchun juda ham foydali bo'lmoqda. Bugun 150 dan ziyod Andijon yoshlari Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurishdi. Asosiy maqsadimiz dinimiz tarixini yana ham chuqurroq o'rganish, ajdodlarimizdan bizga qolgan boy madaniy merosni o'z ko'zimiz bilan ko'rish va andijonlik yoshlar o'rtasida mana shu ko'zimiz bilan ko'rgan tariximizni yana ham kengroq targ'ib qilishdan iborat. Bugun yoshlarimiz umuman boshqacha tasavvur bilan kelgandi, chunki bu darajada bo'lishini tasavvur qilishmagandi. Shaxsan o'zim ham bu yerga kelganimizdan ko'rdik, tarixni zamonaviy texnologiyalar bilan bugungi kunimizga ko'chirib berishdi. Islom sivilizatsiyasi markazi kabi ilmiy ma'rifiy maskanlarga uyuштirilayotgan bunday tashriflar yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda milliy o'zlikni anglash jarayonida muhim o'rin tutadi. Murodjon Axatov, Huson Jumanazarov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.